Farid Usmon, Bobur podshoh. Ikkinchi qism. Tush. Mahalla etagidagi uy tomida Sayrami u yoqdan bu yoqqa borib kelardi. Oydinda uning tom ustida yurganini Bobur uzoqdan ko'rdi-da, otini orqaga burdi. Demak, uyg'oq. Qolaversa, bu sovuqda uxlasa, qotib qoladi. Ana shuning uchun u tomda u yoqdan bu yoqqa borib kelmoqda. Tushdan keyin Sayrami tomdan tushib, Bobur oldiga keldi. Qish quyoshining ilim-tiliq nurlaridan bir oz ilingan kun yana izg'iringa o'rin berayotgan payt bobo Sayrami uy ichiga kirib gulxan yonida isinib o'tirgan Boburga ta'zim qildi. "Hukmdorim", dedi u. "Yusuf Qo'rg'onbegi kelmoqda." Uning kibr bilan aytayotgan gapida "endi kuning bitmoqda" degan ma'nodagi ohang sezdirilgandek edi go'yo. Bobur dushmanining uni ta'qib qilib turgan navkariga shitob qaradi. Uni yana vahima bosdi. Nima qilish kerak? Qanday bulardan qutulsa bo'ladi? Najot qayerda? Bobur ichki qo'rquvini sezdirmadi. Ish ko'rgan, yoshi bir joyga borgan kishilarga xos tutishga intildi o'zini. O'tga boqib, sukut saqladi. Haligina olovga suyab qo'yilgan g'o'la tirsillab yonmoqda edi. Qip-qizil cho'g' uning yuzini qizdirardi. Sayrami yonidagi qilichini sharaqlatib, orti bilan yurib chiqib ketdi. U tashqarida Yusuf Qo'rg'onbegi bilan so'zlashdi. Dorug'ani xirlagan tovushidan aniq nima deyayotganini bilib olish qiyin edi. Lekin Sayramiga shu narsa ma'lum bo'lgandi. "Yusuf Qo'rg'onbegi aytdi", dedi u qaytib kirib, mirzoga yukinar ekan. "Axsi darvozasida bir piyoda uchrab, unga podshoh Karnonda falon yerda debdi. Men hech kimga bildirmadim bu gapni. Piyodani o'zimga asir tushgan vali xazinachiga qo'shib qamab qo'ydim. O'zim bu yoqqa chopib keldim. Beklar bu ishlardan xabardor emas." Sayrami aytayotgan Qo'rg'onbegining bu gaplarini tinglar ekan, Bobur unda ikki ma'no borligini bildi. Biri shu ediki, Qo'rg'onbegi mirzo oldiga unga xizmat qilish ma'nosida shoshib kelgandek edi. Aslida uni asir olib, tanbaldan katta sovrin olish maqsadi birinchi niyatligi mirzoga ma'lum edi. Shuning uchun uni yana vahima bosdi. Lekin butun vujudini cho'lg'ab olayotgan vahimani ichiga yutdi. Sezdirmaslikka harakat qildi. Biroz sukutdan so'ng so'radi: "Siz nima deb o'ylaysiz?" Bobur bu savoli bilan xuddi podshohzodalarga xos yaqin kishisi bilan kelishish o'tkazayotgandek edi. Uni ta'qib qilib yurgan Sayramiga berilgan bu savol go'yo unga do'stlik munosabati edi. Aslida-chi? Aslida boshiga ajal soya tashlab turgan shahzodaning jon talvasasidagi bu so'nggi tadbiridan o'zga narsa emas edi. Shunday bo'lsa-da, bu uning oqilona tadbiri bo'ldi. Sayrami shunday javob qildi: "Barchasi o'z odamlaringiz, bek. Bular bari navkarlaringiz. Ular nimayam qilishardi? Bormoq kerak. Yusuf Dorug'a ham sizni olib borish vajida kelgan. Ular sizni podshoh qilib ko'tarishadi." Bobur bir zum tin oldi. Uning olib borish so'zidan u boshni tushundi. Bundan titrab ketdi. Lekin sezdirmadi. Siniq tovushda dedi: "Shuncha urishdik. Bir-birimizga qilich ko'tardik. Endi qanday ishonch bilan ular yoniga boray?" Hali Sayramidan bir javob bo'lmasidan turib, uy ichiga Yusuf Dorug'a kirib keldi. Dala izg'irinidan yapoldosh yuzlari qizanqiragan, qarashlarida bejolik bor edi. Qalin qora soqollari ham buni sezdirib turardi. U tiz cho'kdi, bukilib ta'zim qildi va hovliqib shoshib so'zlay boshladi. "Nimasini yashiraman, hukmdorim. Sulton Ahmadbekning bu yerga kelganimdan xabari yo'q. Shayx Boyazidbek sizning xabaringizni topib yubordilar." Boyazid ismini eshitdi-yu Bobur otgan o'qi uning bo'yniga tegmaganini esladi. Attang", dedi ichida. O'shanda o'q aniq tegmadi-ya. Rostnoma qo'rquv cho'lg'ab oldi. O'lim endi u bilan yuzma-yuz turardi. Shunday bo'lsa-da, dadillik bilan sansirab so'radi: "Rostini ayt. Agar ish o'zgacha bo'lsa, men yuvinib olay." Toqatsizlanib o'rnidan turdi. Yusuf Dorug'a ta'zim qilib gapining rostligiga ont ichardi.
mirzoni olib ketishga kelganligini tushuntirardi. Bobur uning ichayotgan ontiga ishonmas, so'zlari qulog'iga kirmay, o'zi bilan o'zi edi. Betoqat bo'lib tashqariga chiqdi. Yuziga izg'irin havosi urildi. Hali olov oldida o'tirgandi. Bog' etagiga qarab yurarkan, mulohaza qila boshladi. Kishi 100 yil yashasa ham, 1000 yil yashasa ham o'ladi-ku. Men endi 18 yil yashapman. U o'ziga o'zi shunday derkan o'limdan qo'rqayotganini his qilardi. Lekin shahzodalarga xos erlik oriyati uni o'zini o'zi dadil tutib turishga undab turardi. Beixtiyor xayoliga ushbu forsiy bayt keldi. Agar 100 yil va gar bir kun umr bor, bu dilkash qasrdan ketarsan nochor. Bog' etagida katta ariq bor edi. Suvi tip-tiniq, sharqirab oqayotgan edi. Ariq qirg'og'ining suvga yaqinroq, sayozroq joyini mo'ljallab o'tirdi. Tahorat olishga urindi. Muzdek suv yuzidan oqib tusharkan, u endi o'limga iqror bo'lgandi. Tahorat olib, o'rnidan turdida 2 rakat namoz o'qishga tutindi. Sajdaga boshini qo'yib tilaktilarkan, beixtiyor ko'zi uyquga ketdi. Tush ko'rdi. Hoja Yoqub Hoja Yahyoning o'g'li, Hoja Ubaydullohning nabiralari qarshisida oq-qora tusli otda, xuddi shunday ot mingan bir guruh hamrohlari bilan paydo bo'ldi. Keyin shunday dedi: "G'am yemangiz. Meni Hoja Ahror sizga yubordilar. U kishi biz ularga Allohdan madad so'rab, podshohlik taxtiga o'ltirg'izganmiz. Har yerda mushkul ish tushsa, bizni nazarga keltirib yod etsin. Biz o'sha yerda hozir bo'lurmiz", deb tayinladilar. Hozir ushbu soatda fath va g'alaba sizning tomondadir. Bosh ko'taring, uyg'oning. Bobur uyg'oning so'zini aniq eshitarkan, cho'chib uyg'onib ketdi. Ixtiyoran 3 marta alhamdulillah deb takrorladi. U ancha xushhol, kayfiyati ko'tarinki edi. Hozirgina Hoja Yoqubning bosh ko'taring, uyg'oning so'zlarini eshitarkan, quloqlari endi boshqa tovushlarni tinglardi. Bog'ning narigi tarafida Yusuf Dorug'a va uning odamlari bir-birlariga qattiq ovozda bahona qilib hayallayapti. Tutib bog'lamoq kerak, derdi. Bobur bu so'zlarni eshitarkan, o'ziga o'zi fikran, sizlar bu holda so'z qilyapsizlarmi? Ammo ko'raychi, qaysiningiz qarshimga kela olarkansiz, dedi. Bobur shu so'zlarni xayolidan o'tkazib turar edi. Bog' devorining tashqarisida otlarning dupur-dupuri eshitildi. Yusuf Dorug'a jonlandi va Boburga qarata aytdi: "Biz agar sizni Tambal qoshiga tezroq olib borsak edi, ishimiz ancha ilgari siljigan bo'lurdi. Mana sizni tutgani yana ko'p kishilar kelishdi." Bu bilan u Tambal tomonidan yana qo'shimcha kuch yuborildi, derdi. O'zicha u ot tuyoqlarining tovushlari Tambal suvoriylarning otlari tuyoqlaridan chiqayotgan ovoz deb o'ylardi. Bu gaplardan Bobur yana sarosimaga tushdi. Qo'rquv unga tag'in hukmronlik qila boshladi. Xayolidan endigina nari ketayotgan o'lim vahimasi yana borlig'ini chulg'ab oldi. Devor atrofida ot o'ynatayotgan otliqlar bog' eshigini izlab o'tirishmadi. Devorning nuragan, yiqilishga moyil bo'lib turgan joyini buzib ichkariga kirishdi. Bog' ichi otliqlarga to'ldi. Namozdan endi turaman deb turgan Bobur suvoriylarga qarab, Qutlug' Muhammad Barlos, Boboyi Parg'aviylarni ko'rdi. Bular uning qadrdon yigitlari, jonajon navkarlari edi. Ular ham Boburni ko'rishdida otdan o'zlarini tashlashib, uzoqdan ta'zim qilishib, shahzoda oyoqlariga yukinib kelishdi va salom berishdi. Go'yo Boburga jon kirgandek bo'ldi. Alloh uning hayotini o'ziga yana qaytarib bergandi go'yo. Shahzoda boshini baland ko'tarib amr etdi: "Ana bu Yusuf Dorug'a, bu turgan sotqin zotlarni barchasini tutib bog'langlar." 20 choqli yigitlar tengdan g'animlarga tashlandilar.
Haligina erkak nusxalik qilib garillashib turgan xiyonatkorlar endi qocha boshlashdi. Navkarlar qochayotganlarni tutib, qo'llarini oyoqlariga qilib bog'ladilar. Yusuf Dorug'a, Banda Ali, Bobo Sayramiy va ularning odamlari qarshiliksiz qo'lga olindi. Bobur yigitlari ishini kuzatib turgan Qutlug' Barlosdan so'radi. Endi u xotirjam, ko'ngli to'q edi. Qayerdan kelyapsizlar? Qanday qilib meni bu yerdaligimni bildinglar? Axsidan qochib chiqqandan keyin Andijonga keldim, dedi u ta'zim qilib. O'sha kech tush ko'rdim. Tushimda Hoji Abdulloh dedilarki, Bobur podshoh Karnon degan kentdadir, borib uni olib keling, podshohlik taxti unga taalluqlidir, dedi. Men bu tushimni kichik xon, katta xonlarga aytdim. Ular tezda otlaninglar, ana yigitlarni oling deyishdi. 3 kundirki yo'ldamiz. Alhamdulillah sizni topdik. Boburning vujudi titrab ketdi. Allanechuk holatda u karaxt bo'lgandek edi. U shu daqiqada Tangrim o'zi qo'llab-quvvatlab tursa, hech gap emas, degan o'yda edi. Bir tomondan tirik qolganiga shukronalar aytsa, bu sirli tushdagi o'zaro bog'lanishdan hayratda edi. O'zi ko'rgan tush bilan Qutlug' Muhammadning tushi uni pir ustozlar, eng avvalo Allohning o'zi panohida asrayotganidan shohidlik berib turardi. U beixtiyor, o'zingga shukr, yaratgan egam, dedi. Lekin Qutlug' Muhammad ko'rgan tushni aynan o'zi ko'rganini so'zlab o'tirishning hoziri fursati emas edi. U ichidan chuqur xo'rsinarkan, o'ziga o'zi kulimsirab qo'ydi. Endi uning chehrasi yorishgandi. Ko'ngil uyida yorug'lik paydo bo'lgandi. Yuring, otlaning. Bu bog'langanlarni birga olib ketamiz. Bunda turmoq yaxshi emas. Qutlug' Muhammadning bu so'zlari uni o'ziga keltirdi. Tambal sizni bu yerda ekanligingizdan xabar topibdi, davom etdi Qutlug' Barlos. Borib, xonlarga qo'shilaylik. Ular o'sha zahoti otlanishib yo'lga tushdilar. Peshin namozini o'qish uchun to'xtaganlarida bir qo'y topib kelib, kabob qilishdi. Bobur kabobni to'yib yedi. Bir necha kundan beri sira xotirjam ovqatlanmagan shahzoda endi ancha huzur topgandi. Atrofida xos yigitlarning borligidan ko'ngli to'q. Beg'ubor kengliklarga nazar solib, oppoq qordan qalbiga o'zgacha ozodlik inayotgan podshohzoda ot ustida bo'lishiga qaramay, quyidagi g'azalni fikran yozib borardi. Xon dadalarga ko'rinish bergandan so'ng u yo'lda yozilgan g'azalni daftariga ko'chirib qo'yishga ulgurdi. O'lim uyqusiga borib, jahondin bo'ldim osuda. Meni istasangiz ey do'stlar, ko'rgaysiz uyquda. Nekim taqdir bo'lsa, ul bo'lur tahqiq bilgaysiz. Erur jangu jadal, ranju riyozat, barcha behuda. O'zingni shod tutqil, g'am yema dunyo uchun zinhor. Ki bir dam g'am yemakka, arzimas dunyoyi farsuda. Zamona ahli ichra, ey ko'ngil ayo topulg'aymu. Seningdek dard paymovu, meningdek dard paymuda. Ulusdin tinmadim umrimda hargiz, lahzai Bobur. Magar o'lsam bu olam ahlidin, bo'lg'ay men osuda. Bobur axsida zarba yegandan keyin yana Andijonga keldi. Andijonga kirib kelgach, Ulug' xon tog'asi kichik xon dadasiga ko'rinish berib, bo'lib o'tgan voqealarni so'zlab berdi. U bu yerda 4 oygacha yashab turdi. Lekin bu uning uchun xotirjamlik emas edi. Atrofidagi ursurlar, yurt talashish, boylik talashish bilan bog'liq olishuvlar, jangu jadallar haqida har kuni va har soniya xabar kelib turar. Bularni eshitish esa yosh podshohzodaning kamon ipidek taranglashayotgan asablarini tobora taranglashtirardi. Ularni eshitish, mushohada etish toliqtiribgina qolmay, uni yurtdan bezdirardi. Amirlarga ham, xonlarga ham ishonch qolmagandi. Ishonganlari esa vaqt kelsa firib berar,
hatto qarindosh urug'lari orasida ham shunday bo'lib turardi. Ularni uning o'zi ko'rib, bilib tursa-da, ayrim beklari yuziga ham solardi. Ulug'xon oldidan otilib, Kichikxon oldiga borayotgan Salloh laqabi bilan mashhur bo'lgan Qambaralibek shunday degandi: "Ko'rdingizmi? Ular qo'lga kirgan viloyatlarni darhol oladilar. Bular bilan ishingiz yurishmaydi. Hali ham O'sh, Marg'ilon, O'zgan egallangan viloyat. El ulus qo'lingizda. Darhol borib, O'shga kirib, qo'rg'onlarni berkitib, Ahmad Tanbalga kishi yuborib, yarashib Mo'g'ulni urib chaqirib, viloyatlarni Tanbal bilan do'stona bo'lishib oling." Bobur o'ylanib netmay javob qildi: "Buni iloji yo'q. Xonlar qarindoshlarim. Bularga navkarlik qilganim Tanbalga podshohlik qilganimdan ortiqroqdir." Qambaralibek Boburga so'zini o'tkaza olmagandi. Maslahatini olmagandan pushaymon yeb, indamay qolavergandi. Bobur ana shunday ko'ngilchan, qarindoshparvar bo'lib o'sib qolgandi. Umrining oxirigacha u bu fazilatidan kechmadi. Ammo ba'zan olag'ovurlar joniga tekkanda bu yurtlardan bosh olib ketishni o'ylar, o'ziga o'zi qachongacha bu Farg'ona viloyatida sargardon bo'lib yuraman. Bir yoqqa bosh olib ketay, zora omadim yurishib ketsa deb qo'yardi. Uning bu o'ylarini axsida Tanbal qo'shinlarining tobora ko'payib borayotgani, Shayboniy xonning Mavroun-Nahrda kundan kun zo'rayib ketayotgani haqidagi xabarlar qat'iylashtirib borayotgandi. Xurosonga yo'l olish endi uning navqiron va jo'shqin yuragida mustahkam qarorga aylanib bo'lgandi. U omadini Samarqand yoki Andijondan emas, olis, uzoq yurtlardan topishiga ishonib yashardi. Shuning uchun u haqida inilari Jahongir Mirzo, Nosir Mirzolar bilan allaqachon kelishib olgandi. Chunki u jigarlari yonida bo'lsa, o'zini boshqacha his qilardi. Qolaversa, Temuriy zodalar ulug'i Sulton Husayn Mirzoning barcha mirzolarga yo'llagan maktubi kabi, Bobur Mirzoga yo'llagan maktubi ham uning ruhiyatiga yomon ta'sir ko'rsatdi. Bu ham Bobur uchun butunlay umidsizlik sababchisi bo'ldi. Chunki Bobur tushunchasi bo'yicha Temurbekning yurtida bu davrda yoshi ulug' ham, qaramog'ida yer mulki ko'p ham, lashkari ko'p ham shu Sulton Husayn Mirzo edi. Hamma shahzodalar uni boshimizni bir qiladi deb umid bog'lashgandi. Barchamiz birlashib dushmanni ochiq maydonda daf qilsak kerak deya o'ylashardi ular. U bo'lsa maktubda ochiq hujum qilishni emas, qo'rg'onni berkitib himoyaga o'tishni aytgandi. Jumladan maktubda Boburga sen Ko'hmard va Ajarda tog' etaklarini himoya qil. Xisravshoh, Hisor va Qunduz qo'rg'onlariga ishonchli odamlarni qo'ysin degandi. Bu Bobur nuqtai nazarida xato edi. Himoyada yakka-yakka turmay birlashib va to'planib dushmanni yanchib tashlash zarur va elda osoyishtalik o'rnatish kerak edi. Bobur yosh bo'lsa-da shunday mulohazada edi. Undan tashqari Hisor va Qunduzdagi 3-4 ming uyli elning ko'ch-ko'roni bilan unga kelib qo'shilish ham uning Farg'onadan chiqib ketishiga bir turtki bo'lib, oldinda Xisravshoh taslim bo'lish arafasida bo'lib, qo'shin ko'ch-ko'ronli elning ko'payishi Boburning dadil yo'lga chiqishiga rag'bat bo'layotgan edi.